Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotganlar. Mana biz Angor tumanining Angor sovxoz Ilg'or mahallasida turibmiz. Sungenta firmasining terakotta pomidor navini mana Anji ukamiz yekkan. Mana o'zi hozir bu pomidor haqida tushuncha beradi. Anji boy, qanday bu boshqa pomidorlarga qaraganda? Natija zo'r. Qaysi oylarda ekkansiz buni? Bu mart oyida ekilgan. Mart oyining boshlarida. Bu hosildorliklar juda baland, juda zo'r hosil. Bozorga pomidor. Mana hosillar qizarib, chatilib tuzilganda palak zo'r. Shuni yopiqlari zo'r. Shu kasallikka chidamli. Baquvvat palaklari ham bunday issiqqa chidamli palak ekan. Natija zo'r, juda yaxshi. Hosildorligi ham baland. Boshqa pomidorlardan kam emas. Yo'q, bemalol sizlarga bundan keyin ekishlaringizga, qo'lni foydalana qilib sotishga, bozorga sizlarga shu yoqadi, to'g'rimi? Ha, bozorga chak bo'lishni javob beradi. Hosildorlik juda ola. Yaxshi bozor. Kattaligi, qattiqligi qanday? Zo'r. Qattiqligi ham yaxshi. Kattaligi ham bunday juda bir katta bo'lib ketmaydi. Chayli pomidor. Luboy nimaga javob beradi? Bunday bozorga. Sizlar minnatdorsiz. Yaxshi. Anji boy, sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad.